Assalomu alaykum. Rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Abbos Xo'ja Akromov o'z Instagram sahifasida ommaga, ya'ni xalqqa murojaat bilan chiqdi. Vaqt hammasini ko'rsatadi. Bu ugroza emas. Yana bir marta mana gapirib chiqsangiz, ochiqchasiga shunaqa odamlar bilan intervyu qilaman. Shunaqa sioretlar ochaman. Hovli quruq yonib ketadi. Shunaqa odamlar bor, shunaqa tarix bor. Tarixni man olib chiqishni xohlamayman, lekin majbur qilmanglar. Hammaga yetkazib qo'ying. Tilimni qichitmanglar, deya yozib qoldirgan va muxlislari tomonidan Abbos Xo'ja Akromovga ko'plab savollar kelganligi uning qo'ygan suratlarda yaqqol namoyon bo'lib turibdi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutini bakalavr hamda magistratura yo'nalishini tamomlaganman, deya Abbos Xo'ja Akromov o'z Instagram sahifasida shunday deya istoriyalar qo'yib borgan va o'z muxlislariga va uni kuzatib borayotgan yaqinlariga shunday deya yozib qoldirgan. Tezkor va so'nggi shou biznes xabarlarni bizning kanalimizda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.